Varikoz kasalligida har doim ham bitta to'liq yechim bo'lmaydi. Bu yerda ko'p operatsiya usullari bor. Eng asosiysi eskidan qolgan operatsiya usullaridan bittasi kesib olinish. Lekin hamma varikoz kasalligini ham lazer bilan davolash yoki dori bilan davolash mumkin deb aytib bo'lmaydi. Chunki dorilar varikoz kasalligini davola olmaydi. Lazerni ham o'zini ko'rsatmalari bor, qarama-qarshi ko'rsatmalari bor. Har bittasiga ham to'g'ri kelmaydi. Bir xil paytda operatsiya qilib, varikozni olishga majbur bo'lamiz. Hamma qilingan lazer operatsiyalarida ham to'liq lazer bilan chiqib ketishga imkon bo'lmaydi. Mini flebektomiya degan baribir mayda kesimlar bilan mini flebektomiya qilib varikozni olib tashlashga to'g'ri keladi ko'pincha. Shunga qarab turib, har bitta kasalga qarab, kimgadir lazer, kimgadir skleroterapiya, kimgadir amaliyot, operatsiya qilishga majbur bo'lamiz.